Assalomu alaykum akalar. İşlerimiz davom etmoqda, to'xtab qolmadik. Ko'pchilik yozibdi kommentariyga, nima bo'libdi, sizlarni traktor yasasizlarmi? Traktor yasab o'tibmiz. Bu Samarqandlik okaga berilgan traktor. Bu ham 90% tayyor qoldi. Tayyor bo'ldi hisob. Balonlar bilan sepin to'qilsa bo'ldi. Bu mokriy asfaltda bo'lgan. Bunda yana bitta yangi rami boshlangan. Bu yoqda boshqa zakas. Bu o'tiradigan zagitovkasi. Bunga o'tiradigan tushgan. Bu yoqda ishlarimizda pagruschik. Bu ham ancha qovushib qoldi. Xudo xohlasa sizlar qo'llab-quvvatlab tursangiz davom etmoqdamiz. Bu korpus, shuni korpusi. Bu motor bilan korobka. Mana bu ramasiga. Bu yoqda shu Samarqandlik akamizni seplarini tayyorlash jarayoni.